Assalamu alaikum, aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Bugun odatdagidek normal haftalik video suhbatimizni boshlaymiz. Hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Ko'rib turganinglardek temamiz o'tgankining davomi Xitoyning Yevrosiyo strategiyasi 3-chi qismi. O'tganda bir gap chalib qopti. Buni ba'zi qarindoshlarimiz so'radi. Shunga har bir odamga ayrim javob bermay deb javobni buyoq saqlab qo'ydim. Ruslarning harbiy manevrini Sharq Turkiston tuproqlarida qilishni taklif qilishidagi sabablar nima edi deb so'rabdi. Shuningga men javob bermabdiman o'tganda. Ruslar an'anaviy nüfuz rayoni hisoblanadigan O'rta Osiyo davlatlariga helimi kuchli ekanligini, xohlasa har qachon tizginlash imkonining borligini bildirib qo'yishni xohlaydi. Onun uchun bu manevrni Sharq Turkiston tuproqlarida o'tkazishni taklif qilgan. Endi bugungi temaning o'ziga kelaylik. Eng yaxshisi men bu rasmni chiqarib qo'yay. Yerga. Mana bu ko'rib turganinglar ko'k. Shanxay hamkorlik tashkilotining hozirgi xaritasi. Oldingi xatimda ba'zi yerlar yeshilibdi. Hozir hammasi ko'k bo'ldi. Bu yerda ko'rinayotgan bir yeshil nuqta var Yevropa tarafda. Bu Belarusya. Belarusiyami kuzatuvchi a'zo. Bunun qaytilishini nayta arzu qiladi. Seriq tug'ini Turkiya. Turkiyami bu tashkilotga a'zo bo'lishni o'zining bek cho'ng bir arzusi hisoblab turibdi bugun. Endi bugun biz Shanxay hamkorlik tashkilotining ichki qurilmasi, birliklari, to'qinishlar qatorliqlarni tushunish tartibida Pokiston bilan Xitoy orasidagi do'stlikning mazmunlari, qatlamlari to'g'risida qisqacha tarixiy yaqinlik sabablari haqida to'xtalamiz. Pokiston-Xitoy munosabatlari biz uchun nihoyatda muhim masalalarning biri. Xalqimiz bunga yaqindan ko'ngil bo'ladi. Pokiston tilg'ilingan hamon tillashga boshlaydiganlarmi bor? Aqlaydiganlarmi bor? Tillayotganlarmi, aqlayotganlarmi yuzaki ko'rinishlarga asoslangan bo'lib, ishning mohiyatini ko'rish texim muhim. Andin baho bersak texim ishonchli bo'ladi. 1951 yili boshlangan diplomatik munosabatlar bor Xitoy bilan Pokistonning. Bu munosabatning 55-yilidagi xotirasini qutlash uchun 2006-yili 19-fevraldan 23-fevralgacha Xitoyga kelgan Parvaz Musharraf Xitoyning xalq gazetiga bergan bayonotida Xitoy Pokiston munosabatlarini okeanlardanmi teran, tog'lardanmi yuksak deb ta'riflagan edi. Bugungi ahvol haqiqatan shunday. İqtisodiy hamkorlik. Ashqatimqi ziyorat jarayonida 2006-yili fevraldagi ziyorat jarayonida 2005da imzolangan do'stlik va yaxshi qo'shnilarchilik ham hamkorlik kelishimlari bu qatim yana bir qatim kun tartib kelish bilan birga 13 yeni kelishim imzolandi. 13 yeni kelishim. Musharraf bir Xitoy siyosatida ching turadiganligini ta'kidlash bilan Xitoylarning diplomatiyada bir oldingi shart holatiga keltirib olgan bu sezgur nuqtasida, ya'ni bir Xitoy degani Tayvanni o'z ichiga oladi demoqchi.
Bu sezgir nuqtasida Xitoyni yana bir qatam xotirjam qildi. Pakistan taraf yana Xitoyning O'rta Osiyo bozorlariga va energiya manbalariga qulay erishish uchun Pakistan tuproqlaridan tranzit o'tadigan koridor ta'min etadiganligini bildirdi. Buningdan boshqa Musharraf Gwadar portining Xitoy-Pokiston do'stligining simvoli ekanligini ta'kidlab, Gwadar portini chiqarib qo'yayli. Mana shu qizil chambarga elingan joy Gwadar porti. Gwadar porti bu Pars qo'ltig'ininki kirish ig'izga nihoyat yaqin. Omman qo'ltig'i. Buning oldin qismi Omman qo'ltig'i va buning ichkirisi Pars qo'ltig'i. Gwadar porti. Xitoy-Pokiston do'stligining simvoli ekanligini ta'kidladi. Xitoyning Iran va Afrikadan oladigan neftini Pokistonning Balojiston o'lkasida bo'lgan Arab dengizining qirg'og'ida Hurmuz bo'g'oziga yaqin bir yerda bo'lgan Gwadar portidan Pokiston tuproqlari ustidan Pokiston tuproqlari orqali yoki Sharq Turkiston rayoniga qo'shilishini taklif qildi. Tabiiyki Xitoy tuproqlariga deb atab o'tadi Pokiston. Herkes bir yerde Sharq Turkiston tuproqlariga demaydi Pokiston. Bu biz degimiz kelmaydigan eliq sat atalg'ini deyishdan qochib buni o'zgartib o'tdik. Bu Musharrafning gapi emas. Agar bundaq bo'lganda Xitoylar O'rta Osiyo yoki Afrika qit'alaridan, Irandan deylikki, oladigan neftlarni Pokiston tuproqlari orqali Sharq Turkiston orqali yana Xitoyga to'shiydigan bir yo'l barpo qilsa, Xitoylar Pokistonga texmi ching bog'lanadi. Yani bu kadar ishni tashlab Pokiston bilan ozorlashib qolishi mumkin emas bo'ladi. Pokiston buni qo'lga keltirmoqchi. Ya'ni Xitoyning o'zidan ayirlanmaydigan bo'lib qolishini kutyapti. Buning bilan dengiz yo'llarida duch kelinayotgan xatarlar azaytilgan bo'ladi. Agar bu energiya eşyaları Pakistan tuproqlari orqali to'shilsa, dengiz orqali to'shiladiğanda ko'riladigan xatarlar azaygan bo'ladi. Nima uchun? Oldingi bir qancha ay avval biz bir qarindishimizning savoliga javob berish jarayonida bir xarita ko'rsatgandik. Xitoylar dengiz yo'llari orqali mansa Malaka bo'g'ozidan o'tishga to'g'ri keladi. Malaka bo'g'ozi atroflariga Amerika o'zining bir dengiz armiya flotini o'rinlashtirganligini shu suhbatda deb o'tgandik. Bu rayondan o'tish jarayonida boshqalarning dengiz tavalligidan o'tishga to'g'ri kelgachga har zaman Xitoy parxotlari aqtirilishga to'g'ri keladi. Xalqan vaqtda to'xtatib aqtirilishi mumkin. Bu avval bir samay yo'li orqali Xitoy parxoti biz vatandagi chog'da 90-yillarning oldingi yerimlarida mushu Sharqiy Janubiy Osiyo tarafdagi dengizlarda to'sib elinib aqtirilgan. Irandan yo'lga chiqqan parxot. Mana shunday ahvollar dengizda doim ko'rilib turilishi mumkin. Uning uchun Pokiston tuproqlari orqali mansa mana shu xatarlar
azaytılgan bo'ladi demoqchi. Shuni esinglar tutinglarki, Gvadar porti dunyo neftining %40'i to'shildigan Hürmüz bo'g'zining kirish eg'iziga joylashgan. Yoki Paris qo'ltig'ining kirish eg'iziga. 2005-yılı aprelda bitgan portning birinchi bosqichlik qurilish uchun $200 million yordam bergan Xitoylar. Xitoylar portning ikkinchi bosqichlik qurilishini o'z ustiga olmoqchi bo'layotdi. Bundan boshqa Pokiston quruqliq to'shimichilik uchun Sharq Turkiston va Pokiston orasida temir yo'l qurishni, tijoratning bu yo'l orqali qilinishini taklif qildi. Xitoy taraf bu takliflarning hammasiga bo'lishliq ko'zda qarash bilan birga issiq qaradi yani. Burundan bor bo'lgan Qashqar Ravalpindi tosh yo'li yoki Qaraqurum tosh yo'liga qayta qarab chiqish va bu yo'lni yaxshilashni xohlaydiganligini bildirdi. 1962-yilda yuz bergan Xitoy-Hindiston to'qinishida Sovet ittifoqining Hindiston tarafda turganligi Xitoylarni yangi ittifoqdoshlarni topishga majbur qilgan edi. Bu jihatda Kashmir masalasi tufayli orasi tuzalmaydigan bu ikki davlatning zidligi Xitoylarni Pokistonni yo'lash yo'lini tutishga undigan edi. Shuning bilan Xitoylar Pokistonga yadro texnikasi daxil har turli yordamlarni berishga boshladi. Xitoy-Pokiston orasidagi yadro hamkorlik ko'rinishda xalqaro atom energiyasi tashkilotining prinsiplariga uyg'undek. Yani faqatla energiya ishlab chiqarish uchundek boshlangan bo'lsa-mu, natijada Pokiston dushmanlarga qarshi voz kechtiruvchi yadro kuchiga ega bo'ldi. Avval Xitoylar Pokistonning 300 megawattlik yadro elektr stansiyasini qurib bergan edi. Şu anda bo'lsa 437 megawatt quvvatdagi yadro kuchiga ega Pokiston 2030-yilga qadar 8500 megawatt chiqarishni orzulamoqda. Bu ziyoratda Xitoydan bu mavzuda yordam berishni talab qildi. 2006-yil fevraldagi ziyoratda. Qisqasi Musharraf Xitoylarning energiya va tijorat doirasida Pokistonning barliq jug'rafiyalik afzalliklaridan foydalana oladiganligini aytdi. Kapolat verdi bununla. Kelishimler. İki devlet arasındaki kelishimler. 2005'te Pakistan Baş Ministeri Shavkat Aziz imzalagan yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik kelishimi Musharrafning ziyorati jarayonida qaytadan qo'lga olinib, ba'zi tuzatishlar kirgizilganligi ma'lum. Bu tuzatishlarni strategik nuqtadan deyishgan bo'ladi. Pokiston Xitoyning bir Xitoy siyosatini burunmi qo'llaganidek, bu qatimmi yangidan buni ta'kidlash bilan birga Xitoy xalq qurultayining Xitoy hukumatiga huquq berib, Tayvan agar har qanday shaklda ayrilib chiqish harakati bilan shug'ullansa, hukumat buni qurolliq mudohala qilishga boradigan oldini olish tadbirlarini qo'llansa bo'ladi degan qonun loyihasiga destek berdiganligini. Tayvan mavzusida Xitoy hukumati qo'llanadigan har qanday tadbirga oxirigacha destek berdiganligini ta'kidladi. Mana bu Pokiston. Buningga javoban Xitoymi Pokiston bilan Hindiston orasidagi Kashmir masalasida Pokistonning oqsida turadiganligiga va'da berdi. 2001-yil 13-dekabrda Hindiston parlamentiga qilingan ulug'ilish xarakterlik hujum voqeasi bo'lgan va bu hujumning oqibida Pokistonda turishliq ba'zi diniy jamoatlarning borligi ilgari surilgan. Bu munosabat bilan g'azabga kelgan Hindiston Kashmirga 100 minglarcha askar to'plagan edi. Pokistonmi buningga muqobil chegarasiga askar to'plab ikki davlat, ya'ni ikki yadro kuch bir urush arifasiga kelgan. Keyin 2002-yil 10-yanvarda Katmanduda bir Janubiy Osiyo rayoni hamkorlik yig'inida bu masalani hal qilish qarori olgan edi. Bu yig'inga yo'lga chiqish kutilgan Musharraf oxirgi minutlarda yo'lini o'zgartib Beijingga uchdi va Xitoy bosh ministri Zhu Rongji bilan
oldin planlanmagan maxfiy uchrashishni olib bordi. Xitoylar mana shu chog'da Pokistonga nasihat qilib, o'zini tutib olishga undaganligi ma'lum. Aslida Musharraf Xitoy davomli qalda Pokistonga dastak so'zi bergan taqdirda Hindiston bilan bir tutishib beqish talabligini qilmoqchi bo'lgan bo'lishi-ku. Ammo Xitoylar ikki yadro davlati tutishib qolgan taqdirda Amerika bu to'qinishni bahona qilib rayonga qo'l tiqib olsa, o'zining kelgusi planlariga ta'sir etishdan ansiragan. Shuni Pokistonni o'zini tutib olishga undab nasihat qilgan. Hindistonmi o'tning Xitoy bilan o'zi orasiga tutishib ketishidan ansirgachga Pokiston bilan sulh qilishni qabul qildi. Chunki Hindistonning qarashicha Xitoyning an'anaviy ittifoqdosh Pokiston hujumga uchragan taqdirda Xitoylar sukut qilib turmaydi. Xitoy Pokiston orasidagi kelishimning eng diqqatga shayan nuqtasi shuki, har ikki tarafning milliy bexatarligini va tuproq butunligini xatarga yetkazadigan hech qanday bloqqa yoki ittifoqqa kirmasligi va taraflarning tuproqlarini uchinchi bir davlatning ishlatishiga ochmasligi jihatlardan kafolat berishidir. Shundaqla taraflar o'z tuproqlarida bexatarlik va tuproq butunligiga xavfi bo'ladigan tashkilotlarning qurilishiga qonuniy cheklama qo'yishdi. Bu mazmunlarni yeshirgan bo'lsak, Xitoylarning talab bilan qo'shilgan mazmunlar bu. Buni yeshirgan bo'lsak, Xitoylar Pokistondan Amerika yoki Rossiyaning boshlamchiligidagi ittifoqlarga kirmaslikni talab qilmoqda. Davlatlar bloklariga. Shundaqla Yevroasiyo tuproqlarida bo'lib o'tgan ranglik inqiloblarning g'arblik ommaviy tashkilotlar tomonidan quturtilgan yoki qo'llashga erishganligini nazarda tutib, g'arbliklarning ommaviy tashkilot qurishiga yo'l qo'ymasligini talab qilyapti. Amdilikda bo'lsa, Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan bu Xitoy niyatlari texmi cho'ng hosilotlarga erishadigan vaziyat yaratildi. 2005dagi Ostona yig'inida Pokistonning ko'zlamchi a'zo bo'lishi asosan Xitoyning tashabbusi bilan bo'ldi. Xitoylar Pokiston orqali Hindiston omilini cheklash yoki tamponlashtirishni maqsad qiladi. Xitoylar iqtisodining u qadar taraqqiy qilganiga qaramay, hech tushunilmagan, tasavvur qilinmas shaklda bexatarlik anqirishiga ega. Yani bekmi sezgür, bekmi parakende sezgüge. Daim goya birleri hücum qiladigandak dekki-dekkide vesvese içinde yaşaydı Xitoyda. O kadar kuchunun bağlıqı qaramay, o kadar qo'rqinchoq demekçi. Yana bir türlük aytganda Xitoylarning bexatarlik sezgürligi bir xil ro'yi kasal darajasida ortib ketgan. Onun uchun zo'rayotgan iqtisodiy vaziyatini saqlab qolish va davomli zo'rayish uchun Xitoylar o'zining atrofida bir bexatarlik chemberiga hosil qilishni zarur deb qaramoqda. Bu sababdan Sharq Turkiston mustaqillik istigi bilan yenib tutashgan Sharq Turkistonliklarning o'zini sig'dirish, ta'lim elish, chekinish bazasi qilib bilish ehtimoli bo'lgan G'arb va G'arbiy Janub chegaralaridagi davlatlar bilan bo'ladigan munosabatga jiddiy ahamiyat beradi. Sharq Turkiston mustaqilchilarining islomiy kimlik bilan texmi yaqinligi va xalqaro terrorizm deb sifatlanayotgan kuchlarning Afg'oniston va Pokiston chegara bo'ylarida qaror tepishi Xitoylarni Pokiston bilan hamkorlik yo'lini tutishga undagan muhim omillarning biridir. Chunki Pokiston ta Sovet-Afg'oniston urushi mezgilida shakllangan baynalminal mujohidlar guruhlari ustidagi ta'siri va nufuzini nazarga olgandimi, Pokiston Xitoylar o'ziga yaqin tutib olmasa bo'lmaydigan bir davlat bo'lib chiqadi. Bu sababdan 2004-yil 4-avgustda Xitoylar Pokiston bilan birlikda Sharq Turkiston tuproqlarida bir manevr elib berib, qarshilik ko'rsatuvchi kuchlarga qo'rqoq selish urinishida bo'lgan edi. Aslida Sharq Turkiston islom harakati lideri Hasan Mahsummo Pokiston kuchlari tarafidan elib berilgan operatsiyada o'ldirilgan edi. Amerikaning bombardimonida deb tunilib kelayotgan bu voqea aslida Pokistonning operatsiyasi bilan
bo'lgan. Bugungacha bo'langan tunishlar xato. Buning mukofoti Islom harakatining Pakistan tarafidan ujuqtirilishining mukofoti Pakistanning Shanxay hamkorlik tashkilotiga qabul qilinishi bo'ldi. Aşı ziyaretde Musharraf radikal İslamçılarga qarşı kurashda Xitoylar bilan müürni-müürüge taraf oxirigacha mücadele qiladiganligi haqida kapolat va'dasi berdi. Xo'jintov bo'lsa Janubiy Osiyoning bir tinchlik rayoni bo'lishini orzu qiladiganligini, shuning uchun Pokistonning qo'lidan kelganini qilishini talab qildi. Strategiya urushlari. Musharrafning ziyorati arafasida Venezuela, Janubiy Amerikadagi Venezuela Amerikaga neft berishni to'xtatganligi bilan tahdid soldi. Bu hal Amerika hukumatini cho'chitdi. Kishilar Chavezning bunday jasur qarorga kelishining orqasida Xitoylarning borligini, Venezuela Xitoyga ishinib mushunda qopshuraklik qilayotganligini faraz qilishdi. Buningga qarshi Amerika Tayvan kartini va Yaponiya kartini o'ynash orqali Xitoyga qo'rqoq selishga tirishdi. Xitoy bo'lsa Pokiston ko'zorini oldiga surib, yepiq javob berdi. Xitoyning Pokiston karti darhol unum bergan bo'lishi ehtimolki, mana shu chog'larda Afg'onistonda Amerika qo'shinlariga Taliban tarafidan cho'ng hujumlar qilinishga boshlandi. Pokistonning Taliban ustida qanchalik nufuzi borligi bilinib turayotgan bir ahvol. Bularning hammasi bu rayonda bo'lib o'tgan Xitoy Amerika orasidagi strategik urushlarning ifodalaridir. Bizga ko'ringan nima? Taliban Amerikaga qarshi hujum qildi. Bu buni qildi, u uni qildi shakldagi tashqi ko'rinish xolos. Aslida bu hujumning orqasida Xitoylarning talabi bo'yicha Pokiston bor. Bu bir turlik strategik urush edi. Xulosa shuki, Xitoy Yevroasiyoda bargan siri texnik ko'zib ko'ringan bir kuch olib kelmoqda. Rossiyaning texnobak dunyoviy siyosat yurgizishga urinishi tufayli Yevroasiyo quruqligiga texnobak ahamiyat berish uchun Xitoylarga osonlik baxsh etmoqda. Ilgari Amerika Rossiyani Xitoyga qarshi oldiga chiqarmoqchi bo'lib uringan bo'lsa-mu, Putin buningga qarshi chiqqan edi. Amerika Hindistonni Xitoyga qarshi bir tamponglik omili sifatida qo'llanishga qaror berib, Hindistonga harbiy texnik jihatdan yordam yo'llashga boshlagan edi. Rossiya Amerikaning qo'llashi bilan o'tirg'i chiqayotgan yangi kuch Hindistonga qarshi ün chiqarmadi. Buning sababi Xitoyning qandaqli bo'lmasin bir usulda cheklanishi, bir tamponglik unsuri bo'lishi Rossiya uchun yaxshi edi. Xitoymi bu bo'layotganlarning hammasiga javoban o'z strategiyasini kun tartibga qo'ydi. Dushmanimning dushmani do'stimdir degan an'anaviy davlatchilik falsafasiga asosan Osiyoning ikki muhim davlati bo'lgan Iran va Pokiston bilan strategik munosabatlar bog'ladi. Xitoylar Irandan oladigan neftni shundaqla olmoqchi bo'layotgan neft ham tabiiy gazni deniz orqali to'shishdan boshqa turba orqali ve başka vasıtalar bilen Pakistan tuproqlari bilan o'tkazib Sharq Turkistonga ulashtirmoqni o'ylashmoqda. Bunun bilan xatarni yerimasi azaytmoqni o'ylayapti. Musharrafning Ashqatimqi ziyarati deb o'tganidek, Pokiston Xitoy uchun tranzit o'tish koridori ta'min etishga kafolat berdi. Endi Xitoy xotirjam holda energiya yo'llarini ko'p xillashtiradigan bo'ldi. Ashqatimliq ziyoratning yana bir muhim natijalaridan biri Xitoy va Pokiston GF-17 Thunder kurashchi uçaklarını ortak ishlab chiqarish qarori olganligi bo'ldi. Pokiston bilan o'rtaq kurashchi aeroplan ishlab chiqarmoqchi bo'ldi. Pokistonning qurol turlariga qaraydigan bo'lsak, nurg'un qurollarning Xitoy nasllik ekanligini ko'ramiz. Qaraydigan bo'lsak, Xitoylar hech bir davlatga Pokistonga qilgandek harbiy yordam qilib boqmaganligini ko'ramiz. Bo'libmi, oxirgi kurashchi uçakları ishlab chiqarish qarori Xitoy tarixida bir tunji ish bo'lib qoldi. Xulosa qilib qaraydigan bo'lsak, xalqaro munosabat va siyosatlarda bo'layotgan dashqaynoq orasida Xitoy
jimjit holda o'zining bexatarlik chambirini hosil qilyapti. Xitoylarning jimjit holda Iran bilan Pokiston bilan kerak topilganda Afg'oniston bilan elib berayotgan ikki taraf ko'rishmalari Xitoylarning qisqa muddatda bir ishlarni planlaganligini ko'rsatadigan alomatlardir. Nimadir bu qisqa muddatda qilmoqchi bo'lgan plan? Balkim Sharq Turkistonda elib beriladigan tozalash. Şu anda ro'yobga chiqarilayotgan tozalash. Va buningga o'zlari musulmon bo'lgan ham chegirdosh bo'lgan bu davlatlarning sukut qilishini qo'lga keltirish uchun bo'lgan bo'lishi mumkin. Her sükutning bir partilishi bor. Bu jimjitlikning aqisidan Xitoyga munosabatlik yoki Xitoy aralash cho'ng bir partlash, sukutni buzadigan partlash yuz berishi chuqur. Kishilar buni Tayvan masalasi bilan aloqaliq bo'lishi mumkin deb qarashmoqda. Menimcha yana bir ehtimol bu O'rta Osiyoga munosabatlik partlash bo'lishi mumkin. Bugun Xitoyning Yevrosiyo strategiyasi 3. qism suhbatimiz mashaqchi bo'ladi. Davomini keyingi haftada anglaysizlar. Hammanglarga rahmat. Endi mushu fursatda asli men avval olmasammi bo'ladigan bir masala bor. Ba'zi mendan maxsus bir qatimliq videoda so'zlashni talab qilgan. Ammo men bunda bir qatimliq videoni buningga atib etsak bek ushiq ketadi deb unamagan be'amal. Şu avvallar haqida bir necha eg'iz so'zlab 1-2 minut vaqtingizni olaman, kechiringlar. O'tganlarda men tashviqot haqida bir qancha kun kapshig'andim, esingizda bor. Ko'plaringlar bu temani faqat tashviqotchilar uchun bo'lsa kerak, boshqalar munosabatsiz deb o'ylab qoldinglar herhalde. Lekin barliq xalq tashviqotchi bo'lmasa-mu, o'zlariga qarata elib berilayotgan har xil tashviqot hujumlarining mohiyatini tushunishda yanada kerak bo'ladi. Tashviqotning xarakterini, turlarini, tartiblarini, prinsiplarini tushunib qo'ymak. Chunki biz inson bo'lish sifatida her zaman bir tashviqotning hujumi ostida bo'lamiz. Har qanday davlatda o'xshash bu. Qandaqdir bir tashviqotning hujumi ostida bo'lamiz. Burunmi deb o'tgandim, har qanday bir davlat o'zining fuqarolarini itoatkor fuqaro qilib ishlab chiqarish, qaytadan ishlab chiqarishni xohlaydi. Andaqekan bu tashviqotsiz bo'lmaydi. Shunlashqa tashviqot haqida ma'lum hukumingiz bo'lsa, o'zingizga qarata elib berilayotgan bu tashviqotlarning mohiyatini tushunsangiz, u holda anchibek bu tashviqotga ishinib ketmaydigan bo'lasiz. Anchibek yo'l qishga dasimaydigan bo'lasiz. Uning uchun men bir xaritani ko'rsatishni unutib qoldim sizlarga. Mana bu Gvadar portidan Sharq Turkistonga tutishadigan araliqning ko'rsatilgan bir stilka. Paris qo'ltiqini ko'ryapsizlar. Omman, Qatar, Dubay degan yerlar. Buni bayağı ko'rsatishim kerakdi, unutilib qoldim. Bu tashviqot. Men shu tashviqot haqidagi so'zimda tashviqotninki turlarida burmilg'uchi tashviqot deydigan bir narsani so'zlab o'tgandim. Ba'zi chog'da bir tashviqotga qarshi tashviqot olib bormoqchi bo'lsangiz, uning imkoni bo'lmay qoladi. Futtu imkon bo'lmaydi. Chunki u 5'li 5'lik puti mahkam dastigan bir qonuniyat bo'lsa, uni midirlatqani olmaydi. Uningga futtu qarshi chiqsangiz, xalq sizga emas, qarshiligiga teximda kishimdigan bo'lib ketib qoladi. Buning uchun qanday qilasiz? Uning uchun burmalaysiz. Qarshi tarafninki deganlarini, maqsadlarini, nishonlarini burmalab ta'tirga olib borasiz.
Tətüy qılırsınız onu. O undaq emas, sizning kögünündek emas, mandaq deb onu tətüy qılıb turib, əndin keyin qarashtirsiz. Bu xuddi öydə üzükünü jutturib itib, öy qarаңғы bo'lg'achqa qolaysız oldu deb ko'chadan üzükünü izlaydigan asardan efendim. Shunga o'xshab ketadi bu. Ya'ni o'ziga qulaylik yaratish. O'ziga qulaylik yaratadi. Lekin üzük tepilamda taladan izlasa, üzük öyle düşüp ketsa, bu shunga o'xshash bir urinish bu. Mushunda qilib biz navbatda bu ikki xil teşviqat qilish keldik. Qarindoshlar buning farqida bo'ldingmi, bo'lmadingmi bilmadim. Birisi Amerika elchixonasining yoki Amerika hukumat binolarining oldida teşviqat namoyish qilishning noto'g'riligi. U xafalab qoladi. U dushmanimiz emas tursa. Ma burmilashga diqqat qilinglar. Kim onu düşmanimiz deb uning oldida namoyish qilyapti? U do'stimiz, bizga yordam qila oladi deb uni g'idiqlayapti. Amerika hukumatida siz janobi taqsir bilganchilik biladigan bir odam yo'qmidi? Shikoyat namoyish qilayotganda la bizga qarshi chiqyapti deb o'ylab qoladigan darajada ahmoqmidi ular? To'g'rilayotgan shuvarning nima deb to'g'rilayotganligini, bayonotning nima deyilayotganligini bilmaylam, shunda sen o'ylagandek o'ylab qolarmi ular? Sen tushundirmoqchi bo'lgandek tushunib qolarmi? Mana bu bir turli burmalash tashviqot. Qarindoshlar. Endi yana bir ish bor endi. Ikkinchi biz duch kelgan burmalash tashviqot. Yaqinda bir munofiqlik oshkorlangandi. Ma'lum janobning Uyg'urligi boshqa shuvarni to'lab qo'yib, o shuvar to'lmaydigini men degan bak qonuniy so'zlayman. O shuvar degani bilmaydiganlarning ishi, men biladiganlar shuvar to'lmaymiz dedi-da. Ammo xalqqa, Uyg'ur xalqiga, Sharq Turkiston xalqiga mustaqillik deb to'lab qo'ydigan bu shuvarchilarning birisi Uyg'urlar yo'q yerga chet ellikka mustaqillik talab qilmaydiganligini va Uyg'urlarning undaq orzusining yo'q ekanligini dedi. Va bu oshkorlangandan keyin xuddi burmalash tashviqotining prinsiplariga o'xshash bir xil o'zini aqlash urinishi elib bordi. Bu Uyg'urlarda bir sert bir temsil var. Poknu usuruk böyle yapmakçı oluş deydi. Bu aş urinish o'xshab ketadi. O bir pok, konkret narsa o. Usuruk degan abstrakt gaz. Onu yapqılı bo'lmaydi. Bilishimiz kerakki, bu munofiqlik bekmi konkret, bekmi oshkora. Bunu her qanday tirishchanlik bilan yapolmaysiz, aqlayolmaysiz. Bundan oshkora munofiqlikni aqlashning imkoni yo'q. Endi tashviqot o'tirsini qiqtab qiladiganligi. Ajna degan tuqqu tashviqot o'tirsini qiqtab qiladi. Endi Uyg'urlarda o'tirsini degan saviya 3-sinfning o'tibinida. Bu sebepten yanıla gap tepip bundaq munofiqlikni aqlashning yo'lini tepibdi. Hiç bir yol tepibdi. Talaqqa yo'l topgandek. Xalqni bir nima tushunmaydigan nadonga chiqarish haqorati bilan birga bu nadonlikdan ustunlik bilib foydalanib masalaning mohiyatlik nuqtasini chalg'itib Nasriddin efendimning uyda uzukni juttirib ko'chada izlaganda o'ziga javob berish qulay bo'lgan nuqtaga olib borib olib, andan raddiya va aqlashlarini davom qildi. Bu bir turlik aldamchilik bu. Ko'z bo'yimchilik, so'z o'yini bu. Buni aqlashning hech yo'li yo'q. Aniq munofiqlik bu. Buningga golvonmanglar qarindoshlar. Masala nayt oddiy. Bekmaddi. Bizga qonundan, axborotchilikdan lap etib kalla qaydirish orqali
qiyin o'tgandan qutulish urinishini qilishga va bunga tushunilmagan bilimsizlikni xalqqa atishga urinish bundaqlığı uri yo'q. Mesele shunday oddiyki, ikkala savol tug'iladi. Biri, sening vataning Xitoymi? Agar ha desang, munofiqlikning iqroridir bu. Yo'q desang, u holda nima uchun Xitoylik Uyg'urlar va chet ellik Uyg'urlar dedim? Qaysi Xitoylik Uyg'ur? Xunan o'lkasining Tavyan noyasidagi Jan familiyalik Uyg'urni demaysan aqcha? Yoki Xibey o'lkasidagi intayin asandagi Liu familiyalik Uyg'urlarni. Uni demaysan. Bu hammaylar anqirib turgan bir masala. Agar Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni demoqchi bo'lsang, uni Xitoydagi Uyg'urlar dedingmi? Demak, sen ayrilmaslikni deyapsan. Buni bijdavlat qilib deyapsan. Munofiqlik buningdan ortiq bo'lamda. Yana nima deysan buningga? Mening sabdoshlarimda shunday birisi bir misolni bergan bir suhbatda. Men uning ijodiyatini bu yerda sizlarga deb beray. Sharaf uningga, nihoyat go'zal o'xshatish kerak. Bir odam bor dedi, oilasi. Uning bir qo'shnisi bor edi, 8 bolasi bor, har yo'q o'g'illar. U kuchiga tayinib, men qo'shnisini bo'zi ketib, men o'ylangan bolam qisilib qoldi, men turib tursin deb u aning uyiga kirib qo'ydim. U bijoygiz uyini berdi bo'libdi deb. O uyning uyida turdi. Yana bir bolasini o sening uyan kangrasida azjon bo'lgan ekan deb. Yana bir bolasini kirib qo'ydi. Uning mayl deb tursa, baribir o uyda buni hech huquq qolmadi u odam. Uygisini. Hammani meni aningdan so'rab qiladiganga, nayi so'rab yeydiganga, o'ttirdigan yerni so'rab o'ttirdiganga to'g'ri keldi. Ballardan tartib uning xotinlaricha boshqarib oldi. Uningda ruxsat olish kerak. Axir bu hatta o'ydimmi chiqarib itildi bu. Men o'yladi yasam bo'ladi, men menga yetishmay qisilib qoldim. Axir bu qoziga arziga vardi bu adam. Va dediki boshqa xolis qo'shnilardan bir qanchini men guvoh bo'lsanglar dedi. Sen guvoh bo'lmamdigan, biz qat'iy san guvoh bo'lamiz. Ko'rsak biz bu naqchilikni bilamiz-ku. Dedi-da guvohchilikni olib kirib qoziga arz qildi. Bu arz qo'shnining kutganidek bo'lmadi bu arz. Bu arz qanday bo'ldi desa, mening bir qo'shnim bor-ku, mushna kirib oldi. Bulabda kirvasin, uy shuning bo'lsin. Manamı bir böcekten kichkina o'ttirdigan yevasa, menmi o'zimning yeydiganimni tepib o'zim yeysam. Mushuning bir ruxsat etpasangiz deb so'raganda, qolgan billi kelib uningga guvohlik vermoqchi bo'lganlar nima deb o'yladi? Voy mazpaynek, voy lomzella. San qanday guvoh bo'lgan bo'ldi? Voy eshak. Öy meni ham abi chiqib ketsin deyanmagan bu nima deb guvoh bo'lamiz? Juringlar deb uni qaydab guvohlikdan voz kechib ketdi. Qarindoshlar. Öy bizning, u uyda biz ruxsat olmaymiz uningdan. Ruxsat oladiganni talab qilmaymiz. Bizning talabimiz nim bo'ladi? Chiqib ketsin bo'ladi. U uyning egisi bo'lgandikan. Buni deyanmay til chaynag'an amazbaynak o'xshash odam bo'lsa, nim bo'ladi? U munofiq bo'ladi shu. Bu misolni aslida demoqchi emasdim deb soldim menda. Demak, Xitoydagi Uyg'urlar degan bu Uyg'urlar Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni demoqchi bo'lsa bu janob, demak Sharq Turkistonni Xitoy demoqchi. Ya'ni Xitoyning bir parchasi. Bu itiraf bu. Munofiqlikning iqrornomasi buningdan ortiq bo'lmaydi. Agar ash savolga javob berayotgan vaqtida Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va sirtdagi Uyg'urlar desa, qaysi ulug' qoidalarga putlashib qoladi?
deyilayotganlarning hammasi behuda urinish. Aqlimdagan turdiki masala bo'lmagani uchun oqlash urinishlarimi masalaga munosabatsiz bo'lgan. Xuddi sat tamsildagi pokni usuruq bilan yapmoqchi bo'lgandek. Yana bir masalani mush fursatda takror samanglar deb qo'yay. O'tgandimi bir qatim degandim, mush imzo to'plash mezgilida bir xil sap ayrilgandi. Diqqat qilgan bo'lsanglar, sap ayrilgan shu vaqtda. Kimning kim ekanligini ko'rib olishimiz uchun Alloh bizga bir fursat ato qilgan shu vaqtda. Shunda degandim men shu vaqtda. Bu bir fursat. Kimning kim ekanligini obdan ko'rib olinglar qarindoshlar. Ko'rib qo'yinglar. Ovning ovchin tunib qo'yganning ziyni yo'q. Biz kimlar tarafidan setilayotganligimizni bilib qo'ysak, buning ziyni bo'lmaydi. Isinglarni tutib qo'yinglar mush odamlarni degandim. Bugun mana bu ap-ashkara munofiqlikni aqlaydigan, uningga tarafdor bo'ladigan yana bir top Uyg'urlarning borligini ko'ryapsizlar. Bu aqligini bo'lmaydigan darajadagi ap-ashkara munofiqlikning aqsi turayotgan nurg'un Uyg'urlar. Buni ko'rib qo'yinglar qarindoshlar. Ko'rib qo'yinglarki, har qatimliq shunga o'xshab ketadigan, sap ayriladigan Hisomidan tikkan aq yog'och va qora yog'ochning ikkisining birisiga toplanadigan mezgilida kimning qaysi yog'ochning tubiga toplanganligini, kimning qaysi mo'mining tubiga toplanganligini ko'rib olishingizga va bu bir qancha takrorlanishdan keyin andin bu odamlar haqida hukm chiqarishingizga oson bo'ladi. Qaraysizlarki, o'tgan imzo to'plash faoliyatida bir mo'mining tubiga toplangan kishilarning bugungi aqlamchilikda yana bir mo'mining tubiga, o'xshash mo'mining tubiga toplanganligiga diqqat qiling. O'tgan kishini isini tutgan bo'lsanglar, bu qatim yana o'xshash bir ayrilish var. O'xshash bir qutuplashish var. O'xshash yana ashuning o'xshash ishlar yuz berganda yana ashu mo'mining tubi toplanganligini ko'rsizlar. Xuddi Tian Shan tog' qarag'aylarining jiltisi bir tutash bo'lgandek. Buning jiltizlari bir tutash, qarindoshlar. Tehe bultu kuzda ota-onamiz kelib ketgan liderlar tehe yaqinda imzo to'plashda 100 minglagan posterlarni bostirib Turkiyaning har qaysi viloyatlariga pochtalagan ochtitlar. Aytibsizki, bu Sharq Turkistondan chin deb so'z etgan posterlar qog'i kelmay qoldi. Allohning inoyati bilan. Mana shu ochtitlar birlar namoyishga chaqirsa, aktivlik bilan o'tirdi, choptikashlik qilib, jiroq yaqinga qatnagan faoliyatchilar. Yana birlar namoyishga chaqirsa, 6-oyning paqsidek yutib ketadigan hali qizg'in vatanparvarlarni bu qatimni ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Qaysi mo'mining tuyiga to'planganligini. Yana bir qatim deb qo'yaman, yana ta'kidlayman qarindoshlar. Bu qutuplashda kimning qaysi mo'mining tuyiga to'plashganligiga diqqat qilib qo'yinglar. Andin asta-asta bu takrorlanishlardan keyin hukm chiqarsanglar bo'ladi. Bugungi gapim o'shaqichi bo'lsin. Chunki munofiqlikqa qarata bir qancha qarindoshimiz ajoyib go'zal javob bergan bo'lg'achqa mening avar bo'lishimning o'rni qolmabdi. Zaten men 5 kunlik videoning atog'im yo'qdi, uni inovatlik qilib. Xuddi yo'ldagi nijosatni tepkech o'tib ketgandek, tep-tep kesili bo'ladigan bir ish gapning orasida. Buningga alohida to'xtalish hojatisiz. Hammanglarga rahmat.